Prezidentimizning tashabbusi va amaliy sa'y-harakatlari bilan mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda aholi daromadini oshirishga qaratilgan izchil islohotlar olib borilmoqda. Amaliy natijalarni nafaqat xalqimiz va tadbirkorlar, balki xorijiy hamkorlar, investorlar ham his qilyapti. Biroq erishilgan yutuqlar bilan qanoatlanib, yashirin iqtisodiyot ko'lamining kengayib borayotganidan ko'z yumib bo'lmaydi. Xalqaro vaziyat, iqtisodiyotdagi transformatsiya jarayonlari bunday salbiy holatlarga chek qo'yishni, halol tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashni taqozo etadi. Shu maqsadda Toshkent shahar hokimligi va Toshkent shahar prokuraturasining qo'shma farmoyishi asosida mutasaddi idoralardan iborat shahar hududiy shtabi tuzilgan. Ular ishtirokida joylarda qator tadbirlar o'tkazilib, yashirin iqtisodiyotni keltirib chiqaruvchi omillar o'rganilmoqda. Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida tizimli ishlarni yo'lga qo'yish bo'yicha belgilangan tartibda topshiriqlar berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6098 sonli farmoni ijrosi doirasida xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida hududiy komissiyani vakolatlari haqida to'xtab o'tildi. Vertikal tarzda ushbu ishlarni yo'lga qo'yish maqsadida har bir tuman prokuraturalari, bevosita soliq hamda boshqa vakolatli organlar bilan birgalikda tizimli ishlarni yo'lga qo'yish belgilab olindi. Byudjet parametrlarini ijrosini ta'minlash, byudjet prognozlarining ijrosini ta'minlash, soliq solish bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida xufiyona aylanmalarga chek qo'yish, soliq qarzdorligini qisqartirish borasida ham hududiy komissiya a'zolariga topshiriqlar berildi. Bundan tashqari, hududiy prokuraturalarga ushbu sohada yangi mexanizmlarni joriy etish, xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish borasida farmon ijrosi doirasida taklif berilishi tavsiya etildi. Yashirin iqtisodiyot bo'yicha huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish hamda bu borada tuman ishchi guruhi faoliyatini muvofiqlashtirish kabi masalalar shtab tarkibining asosiy vazifasi etib belgilangan. Shunga ko'ra, poytaxtimizning barcha tumanlarida chuqur tahlillar o'tkazilib, tizimli yechim hamda takliflar taqdim etilyapti. Xususan, poytaxtimizning Shayxontohur tumanida joylashgan savdo majmuasida olib borilgan ishlar natijasida 58 nafar norasmiy ishchi xodimi aniqlanib, ularning faoliyati qonuniylashtirilgan. Tadbirkorlar o'rtasida elektron to'lovlarni qabul qilish bo'yicha 50 ta shartnoma tuzilgan. Profilaktik tadbirlar poytaxtimizning Bektemir tumanidagi savdo kompleksida ham amalga oshirildi. Majmuadagi 68 nafar norasmiy ishchi xodimlarning faoliyati rasmiylashtirilib, 154 nafar yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarning ro'yxati raqamli platformaga kiritildi. 44 ta yuk avtomobillari monitoring qilingandan so'ng 12 nafar fuqarolar yuk tashish xizmati bilan norasmiy tarzda shug'ullanayotgani ayon bo'ldi. Ularning faoliyati mutasaddilar tomonidan qonuniylashtirildi. Reyd tadbirlarida 5 ta holatda yuk avtomobillaridagi tovarlarning hujjatlari bo'lmagan. Ushbu mollar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, 913,6 million so'mlik hisob-varaqa faktura va yuk xati shakllantirilgan. Bugungi kunda Olmazor tumanida yashirin iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada qisqartirish, soliq solish bazasini kengaytirish, faoliyatini jozibadorligini oshirish maqsadida departament, prokuratura, soliq xodimlar hamkorlikda ishchi guruh tashkil etilgan. Maqsad tadbirkorlik subyektlarini yashirin iqtisodiyotda ulushini sezilarli darajada qisqartirish. Olmazor tumanida ro'yxatdan o'tgan jami 123 ta avtomobillarga xizmat ko'rsatish va avtomobillar yuvish shoxobchalari mavjud bo'lib, bugungi kunda 35 ta avtomobillarga xizmat ko'rsatish va yuvish shoxobchasida xatlov ishlarini amalga oshirdik. Bunda xatlov natijasida 35 ta tadbirkorlik subyektlarida 85 nafar norasmiy ravishda faoliyat yuritib kelayotgan xodimlar to'liq legallashtirildi. Bu natijada 102 million so'm ish haqqi hisobidan 48 million 800 ming so'm davlat byudjetiga qo'shimcha daromad solig'i undirildi. Toshkent shahrida maishiy korrupsiyaga barham berish, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lish muhitini shakllantirish bo'yicha yo'l xaritasi tuzilgan. Unga ko'ra davlat ulushi 51% va undan ortiq bo'lgan 19 ta bozor hamda savdo komplekslarida raqamli bozor mexanizmini joriy etish orqali korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish maqsad qilingan. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va byudjetdagi qo'shimcha manbalarni jalb qilish yuzasidan olib borilgan kompleks chora-tadbirlar natijasida tushumlarning bir necha barobar ortishiga, savdo munosabatlarida inson omilining kamayishiga, soliqdan qochish holatlari nisbatan qisqarishga erishilmoqda.